Assalomu alaykum. Xudo xolasa remis tumlarimizni quyib bo'lib, testdagi reglani ham quyib oldi. Ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa u ishimizni yakunlab, yangi ishimizni boshladik. Yangi ishimiz xudo xolasa 6 metrga 4 metrli bisetka bo'ladi. Xudo xolasa inshaalloh bisetkamizning ko'rinishi mana shunaqa holatda bo'ladi. Hammaga shunaqa chiroyli uylar qurib yashash nasib qilsin inshaalloh. Bisetkamizning ko'rinishi xudo xolasa mana shu ko'rinishda bo'ladi inshaalloh. 6 metrga 4 metr bo'ladi razmerlarimiz. Kuzatishda davom etinglar inshaalloh. Qo'yish jarayonlarini ham qo'yib boramiz.